Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Kompot va bugun do'stlar, sizlarga ajoyib yangilik bor. Ya'ni men yangi kravat oldim. Buni sizlar sezmagan bo'lishingiz mumkin, lekin albatta bu yangi kravat, chunki oldingisi qanaqadir ovozlar chiqarib, yaxshi udobniy emas edi. Tushmadim. Hozir bu qanaqa ovozlar bo'ldi? Jin ursin, mana shu poygachilar juda ham asabni buzyapti. Ertadan kechgacha faqat poygasini o'ynayapti. Biror nima qilmasak bo'lmaydi bu narsa bilan. Men doim biror bir video qilishga harakat qilaman, lekin albatta mana shu ovoz chiqadi. Kimdir taqlatyapti. Qani qaraylikchi, kim kelgan ekan? Qani? Salom Kompot, salom. Qalaysan? Yaxshimisan? Seni aja ko'rmagan edim. Xo'sh, millioner, demak sen kelgan ekansan. Menda hammasi yaxshi. Oho, sen poyga qilayotgan ekansan mana shu atroflarda. Bu uchun kechirim so'rayman Kompot. Xo'sh, senga yoqdimi? Ha, juda ham zo'r. Nima bu, olmosdanmi? Ha, bu olmosdan. Sen ham xohlaysanmi? Menimcha men bundan umuman ola olmasam kerak. Kompot, senda albatta bunaqa imkoniyat bo'ladi, chunki senga men bitta taklif bilan keldim. Taklif? Qanaqa taklif bo'ldi? Kompot, bilasanmi, menda qimmatbaho uylar, qimmatbaho mashinalar, qanaqadir odamlar, qanaqadir narsalar bor, lekin menda bitta narsa yo'q. Bu ham bo'lsa maxsus yordamchida. Okey, demak men sen yordamching bo'lishingni xohlayapsan, to'g'rimi? Albatta, sen juda ham aqllisan. Menga albatta shunaqa odamlar kerak. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa, men uyimga kircha hammasini gaplashib olamiz. Xo'sh, agar ruxsat beradigan bo'lsang, men albatta kravatga o'tiraman. Nimaga bu bunaqa ovoz chiqaryapti? Sengacha bunaqa narsa bo'lmayotgandi, yangi sotib olganman. Yangisini sotib olasan Kompot. Xo'sh, menga mana vazifalarni bajaradigan va pul ishlatishda yordam beradigan yordamchi kerak. Qiziqarli. Xo'sh, qanaqa vazifalar ekan? Xo'sh, restoranda joy olish, masalan, pul ishlatishda yordam berish, pul sanash va boshqa mayda-chuyda narsalar. Ha, tushunarli. Menejerga o'xshagan narsa ekanda, buni albatta men qila olaman. Albatta Kompot, men senga doim ishonib kelganman. Oyliging esa 5 stak kuniga. Men roziman. Nimaga imzo qo'yish kerak, xo'sh? Qo'ysangchi, hech narsaga imzo qo'yish kerak emas. Xo'sh, qani mashinaga yurchi, men senga yangi ish joyini ko'rsataman. Xo'sh, qo'riqchilar qani olmay kelinglarchi, mana senga taksiga pul va senga taksiga pul o'zlaring yetib olasanlar. Milliarder, bilasanmi, taksiga pul 2 stak turmasligini bilarmiding? Bilasanmi, taksi puliga men tushunmayman. Pul bersam bo'ldi men uchun. Taksi eng ko'pida 4 ta pul turadi. Senga 4 ta pul va senga ham 4 ta pul. Mana olinglar. Yaxshi Kompot, menga hozir 2 stak pulni ekonom qilib berding. Qani, mana uyimga endi ketishimiz kerak. Bo'la qil, o'tirsangchi. Kompot, bu senga marsrutka emas. Qani, tezroq meni sportkarimda uyga yetib olamiz. Ketdik. Oho, millioner, bu uyni ben bilaman. Minecraftdagi eng qimmatbaho uylardan biri-ku. Albatta Kompot, bu meni uyim hisoblanadi. Demak, qani men senga bir ekskursiya qilishchi. Demak, bu yerda nima bor? Bu yerda musiqachilar bor, mana bu yerda pianist, bu yerda esa arfistmi? Nima deyiladi? Arfist deyiladimi? Bilmadim. Demak, bu yerda seni kuchuklar bor ekan. Vo, buni chiroyliligini qara. Ha, bu Kompot, bu kirish joyi deyiladi. Faqat patologlar juda ham kalta bo'lib qolgan, shuning uchun uzr so'rayman. Demak, bu yerga kiramiz. Bu yerda esa bizni chill zonamiz hisoblanadi. Ha, bu yerda chill qilgan bo'lardim, lekin afsuski bu yerga ishlashga kelganman. Albatta, axir sen ishlashga kelgansan. Bu yerda dam olish uchun emas. Men tushunaman. Demak, ana bu yerda nima bor ekan? Qani ko'rsatchi. Bu kuxnya. Men nima yeyishimni xohlashimni senga aytaman. Sen esa oshpazlar bilan birga ovqatni tayyorlaysan. Ahad, qiziqarli. Demak, ko'chada nimalar bor ekan? Bu hammasi o'yin narsalar. Sen uchun emas, albatta men uchun. Xo'sh, mayli. Demak, meni xonam qayerda ekan? Menimcha ikkinchi etajda bo'lsa kerak. Ha, ikkinchi etajda bo'lsa, qani tezroq o'zimni xonamga borishim kerak. Qani ko'raylik. Yo'q, Kompot. Qanaqa ikkinchi etaj? Unda meni yotoqxonam qayerda? Albatta, mana bu yerda. Qani, eshikni ochib kirchi. Mana shu seni ishlash joying. Nima? Kir yuvish xonasi. Men bu yerda qanaqasiga yotaman? Kompot, hech narsa eshitilmayapti. Qani, tashqarida gaplashaylik. Tushunmadim. Nima bu? Kir yuvish xonasimi? Ha, Kompot, joy topilmadi. Shuning uchun sen mana shu joyda dam olasan. Balkim ikkinchi etajda yaxshigina yotoqxonada uxlarman-a? Yo'q. Ikkinchi etajda faqat meni yotoqxonam bor. U ham bo'lsa faqat personallar kirolmaydi-ham unga. Tushunarlimi? Bu yerda qanday uxlashimni xohlaysan? Axir bu yerda juda ham shovqin ko'p-ku. Qanday uxlayman? Kir yuvish mashinalari to'xtasa albatta maza qilib uxlay olasan. Bu yerda kir yuvish mashinalari ko'p-ku, hech qachon to'xtamaydi-yu. Menda kiyimlar juda ham ko'p. Hamma narsani olishni yaxshi ko'raman, bilasan-ku. Bilasan millioner, menimcha seni yordamching bo'la olmasam kerak.
Qo'ysang chiqqan bo'lma, senga hozir avans beraman. Qara, birinchi stak pul, ikkinchi stak pul va senga telefon beraman. Ya'ni gaplashib turishimiz kerak albatta. Okey, priyom. Bu ratsa telefon, men esa hozir spam bor edi, ketishim kerak. Bo'pti. Demak, do'stlar, men bugun millionerda yordamchisi bo'ldim va mana nima desa bo'ladi? Oylik yaxshi, lekin mana bu joyda qanday uxlashni bilmayapman. Mayli. Nima bo'lsa ham biz mana shu yer divanlarda uxlaymiz. Baribir millioner Oy, Kompot, men hozir massajdaman va massajdan keyin biror nima yeyishni xohlar edim. Tushunyapsan-ku? Demak, birinchi vazifa millionerdan, xo'sh, nima yeyishni xohlaysan, millioner? Bilmadim, Kompot. Bu juda ham foydali va qanaqadir erib ketadigan bo'lishi kerak. G'alati vazifa. Xo'p, mayli millioner, hammasini qilamiz. Demak, hozir oshpazlar oldiga borib gaplashib ko'rishimiz kerak. Demak, oshpazlar, salom, millionerga ovqat qilishimiz kerak. Ovqat ham foydali, ham erib tushish kerak ekan. Nima? Demak, u kartoshka va kotletani xohlayapti. Hammasi tayyor bo'ladi. Rahmat, janob oshpazlar. Nima desa bo'ladi, bunaqa vazifalar uchun pul juda ham ko'plik qiladim deyman. Mayli, yaxshi. Kompot, yordaming kerak edi. Ikkinchi etashga chiqib, menga bir yordam qilib yordaming kerak juda ham. Yaxshi, millioner, hozir men tepaga chiqaman. Qo'shqar tushunmadim, men nima aytib ketyapman. Bir amalab harakat qilishimiz kerak. Nimaga bunchalik sirpanchiq bo'lmasa, qo'shqarga chiqamiz. Bilin, bu nimasi bo'ldi? Ha, mayli, Kompot, bu shunchaki prank edi. Prank, hamma yangi kelganlarni men shunday hazil prank qilaman. Tushunmadim, bu hozir nima bo'ldi? Men shunchaki zinani sirpanchiq qilib qo'ydim. Bu shunchaki prikol, Kompot. Nega men bu yerda ishlashga rozi bo'ldim? Mayli, devorga yopishib, sekin-asta chiqib olgan. Bu shunchaki prikol, Kompot. Agar yana bitta shunday hazil qilsang, men ketaman. Xo'sh, nima yordam kerak edi? Basseyn muammosi bo'yicha yordaming kerak edi, ya'ni yordamchi va assistent sifatida. Yaxshi, menimcha bu zinani sen mayli, sirpanchiq qilmagan ekan. Yaxshi, xo'sh, senga nima yordam kerak edi? Kompot, bilasan, bitta muammo bor edi. Sen mana shu basseynni ko'ryapsan, to'g'rimi? Ha, juda ham ajoyib basseyn, lekin bunga pufakli yetishmayapti. Menga mana shuni hal qilib berishing kerak, Kompot. Demak, hozir men senga biror nimani zakaz qilishga harakat qilaman. Senga alohida narsani qo'yib berishadi va hammasi bla. Men hozir xohlayman bu narsalarni. Xo'p, mayli, hozir biror narsani o'ylab ko'raman. Tezda hozir qaytib mayli. Hozirning o'zida bu muammoni hal qilamiz. Demak, qani trubichkani olib kelamiz va mana bu yerga qo'yib, demak, havo beramiz. Qani. Bo'ladimi? Kompot, sen mana shu trubichka orqali pufayli qo'ysan shunda? Ha, bu bitta variant. Zo'r, Kompot, sen xillaysan. Qani ko'proq qil bunaqa pufaklardan. Na, yaxshi, Kompot, men maza qilib cho'milib oldim. Pufaklar uchun esa rahmat. Arzimaydi, millioner. Men nima kechgacha bo'ldimmi shunda bu yerda? Ha, Kompot, sen kechgacha ajoyib va sifatli pufaklar qilding. Endi maza qilib dam olib olishing mumkin, Kompot. Yaxshi, millioner, men mayli dam olishga ketdim. Bir amallab mana bu yerdan o'tib olamiz. Demak, do'stlar, juda ham qiynalib ketdim. Bu darajada qiyin bo'ladi deb o'ylamagan edim, to'g'risi. Millionerga yordamchi bo'lish, mayli, devordan sekingina mana bu yerdan tushib ketamiz. Sirpanmaslik uchun bir amallab dam olamiz qaraxonaga. Yo, shovqin bo'lishini. Mayli, nima desa bo'ladi? Mayli, ko'p kechim chidolmasam kerak. Qani, divanga o'tira olamiz. Menimcha millioner bilmasa kerak. Kompot, Kompot. Sen o'zing xonangdamisan, qayerdasan, Kompot? Yo'q, men mana shu yerda turgan edim, divanga hech qachon o'tirmaydim. Qaroch, Kompot, menga ko'ta yordam kerak. Qarang, demak, qara, ko'chaga chiqamiz. Mana bu yerda mana mashinam turibdi. Qara, men spaga qildim, massaj qildim, cho'mildim. Endi esa men bayramga ketishim kerak. Mana bunda ajoyib mashinamda. Sen esa mana shu barcha pullardan mashinaga solishing kerak. Balkim gurushlik chaqirarman? Yo'q, men hech qaysiga ishonmayman. Ular o'g'irlab ketishadi. Sen mana shu hamma pulni olgindaman, bu bagajga solgin. Tushunarlimi? Keyin aylanishga ketamiz. Nima desa bo'ladi? Bu juda ham og'ir va yana ko'p vaqt ketadi. Qara, bitta blok qancha og'ir bo'lishini qaragin. Yo'q, hammasini tez qilishing kerak. Men esa borib bir dam olib kelaman, televizor ko'rib. Mayli, millioner borib maza qilib dam olib kelmen esa bir amalab hozir mana to'rttasini ko'tara olaman, boshqasini ko'tara olmayman. Yo'q, og'irligini aytgancha bu mashinalarning bagaji orqada emas, oldinda bo'lar edi. Qani, bir amalab ochamiz va to'rttasini ham solamiz, bo'ldi. Endi esa biz
Mana shunchasini olib borishimiz kerak, menga esa omad. Xo'sh, men hamma pullarni taxladim, demak. Короче, kompot. Demak, biz hech qayerga bormaymiz. Mani kayfiyatim yo'q. Hamma pullarni joyiga qo'y, nimadir qilasan, короче, shunaqa. Yetgacha ovqat bilan hammasini to'g'ri topsan, mazza qilib yeb oldim. Pyure va kartoshka ajoyib. Va men mazza qilib uxlamoqchiman. Pullarni axir bagajga kuni bo'yi tashagandim. Men nima qilaman? Ha, o'sha pullarmi? Demak, nima qilasan? Bularni hammasini olasan, mana bu oldingi joyga taxlab qo'yasan. Keyin esa mana qorovullar hammasini o'z joyiga qo'yadi. Men esa dam olishga ketdim, bo'pti kompot. Ertaga yangi vazifa. Xufjam, asabga berilmaymiz. Demak, hozir menga axir ko'p pul berishyapti-yu. Hammasini yana joyiga taxlab qo'ysam ham bo'laveradi. Qani, hammasini taxlab bo'ldim. Demak, endi birammalab dam olishim kerak, chunki yo'q, charchab ketdim. Xo'sh, demak, balkim xonamga borarman. Nima deysizlar, ertaga albatta ishdan bo'shayman, chunki juda ham charchatib qo'yishdi. Bu juda ham ish qiyin ekan. Nimadir qilmasa bo'lmaydi, to'g'risi hammasini tashish men uchun emas. Albatta bu ishdan ketaman. Qani, nima qilamiz do'stlar? Hozir albatta xonamizga boramiz. Qani, eshikni ochsa, yo'q, bu shovqinlar qaranglar, kir mashina ovozlarini chidab bo'lmaydigan darajada nimadir qilish kerak. Albatta shu kechqurun ham bo'shamaydi-ya. Demak, qaranglar, nima qilamiz? Sekingina divanga yotamizda, birammalab uxlashga harakat qilib. Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa qizil yonyapti? Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Kim nimaga signalizatsiya qildi? Kim meni divonimga yotdi? Qani tushuntirib berlaring-chi. Bu kompot edi. Kompot, tushunmadim. Sen nima o'zingni o'ylayapsan? Millioner nima deb o'ylaysan? Mana bu xonada umuman yotib bo'lmaydi. U yerda esa kirmoshlar ovoz chiqaryapti. Qanday uxlayman? Xo'sh, menga nima ekan? Tushunmadim. Nega men yotolmayman bu divanda? Chunki bu senga mos holat emas, tushundingmi? Soch, men seni ishdan bo'shataman kompot. Xayr, alvido. Это просто невозможно, миллионер! Я отказываюсь на тебя работать! Я просто не начну! Забирай свой диван, не знаю! Оставь его себе! И этот диван тоже! Мало тебя! И вот тот диван тоже можешь с собой забрать! И трубочку свою забери! Все забирай! Ты мне просто надоел! Невыносимо здесь работать! Mayli kompot, xayr unda. Xo'sh, bu yerga boshqa qaytib kelmaganim bo'lsin, yo'qolinglar, bu yerga boshqa menga umuman gapirmanglar. Demak, do'stlar, endi o'zimizdan o'rishicha qishloqqa qaytamiz va maza qilib, dam olamiz. Bu yerda umuman ishlab bo'lmaydi. Millionerga umuman ishlashga boshqa qaytib kelmayman hech qancha pulga. Yaxshi ham 2 sak pulni oldik va bemalol qaytsak bo'ladi. Qaytgacha tushunmadim. Mana telefonni ham unga qaytarib beringlar. Demak, unday bo'ladigan do'stlar, xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kompot bo'ldi.